Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Yil avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar bo'yicha qaror qabul qilingan. Bu to'lovlar kimlarga tegishi? Kimlar undan foydalana olishi? Kimlar esa hujjat topshirmasa yoki ma'lumotlarni aniqlashtirmasa puldan quruq qolishi mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu mavzu har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har bir xonadonda ota-onamiz, bu bobolarimiz, nogironligi bo'lgan yaqinlarimiz yoki boquvchisini yo'qotgan farzandlar bor. Ko'pchilik menga ham qo'shimcha pul tushadimi? Qayerga borishim kerak? Avtomatik beriladimi yoki ariza yozish kerakmi? degan savollar bilan yuribdi. Shuning uchun videoni oxirigacha diqqat bilan ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying, chunki bunday muhim yangiliklarni men oddiy tilda, hujjat va amaliy tartiblar bilan tushuntirib boraman. Avvalo eng muhim joyini aytaman. Qo'shimcha to'lov degani hamma pensionerning pensiyasi bir xil miqdorda oshdi degani emas. Ko'p odamlar mana shu joyda adashadi. Pensiya oshishi boshqa masala, qo'shimcha to'lov yoki ustama berilishi boshqa masala. Pensiya oshganda odatda bazaviy miqdorlar, eng kam pensiya nafaqa miqdorlari qayta ko'rib chiqiladi. Qo'shimcha to'lov esa ayrim toifadagi fuqarolarga, masalan yoshi, sog'lig'i, ijtimoiy holati, avvalgi mehnat faoliyati, nogironlik guruhi yoki boshqa huquqiy asoslar bo'yicha berilishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'plab pensionerlar o'z pensiyasini oyma-oy olib kelardi, lekin ayrim qo'shimcha imtiyozlar uchun alohida murojaat qilish, hujjat olib borish, tibbiy xulosa, yashash joyidan ma'lumotnoma yoki mehnat faoliyatini tasdiqlovchi hujjat talab qilinar edi. Kimdir bu tartibni bilmasdi, kimdir baribir menga bermaydi deb yurardi. Kimdir esa hujjati noto'g'ri bo'lgani uchun to'lovni vaqtida ola olmasdi. Endi nima o'zgaryapti? 1 avgustdan boshlab belgilangan toifadagi pensionerlarga qo'shimcha to'lovlarni tayinlash, qayta hisoblash yoki avtomatik aniqlash tartiblari kuchaytirilishi mumkin. Ya'ni davlat organlaridagi ma'lumotlar bazasi orqali kim haqli emasligi tekshiriladi. Lekin men shu yerda alohida ogohlantiraman. Har bir hududda va har bir holatda tartib bir xil ishlamasligi mumkin. Shuning uchun pensionerning o'zi yoki uning farzandlari pul tushmadimi, demak menga tegishli emas ekan deb jim o'tirmasligi kerak. Har doim tekshirish, aniqlashtirish va kerak bo'lsa ariza berish zarur. Birinchi navbatda qo'shimcha to'lovlar kimlarga tegishi mumkinligini tushunib olaylik. Amaliyotda bunday to'lovlar odatda quyidagi guruhlar atrofida bo'ladi. Yoshga doir pensiya oluvchilar, nogironlik pensiyasi oluvchilar, boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchilar, yolg'iz yashovchi pensionerlar, parvarishga muhtoj keksalar, urush yoki mehnat fronti bilan bog'liq maqomga ega shaxslar, ayrim kasb egalari yoki alohida xizmatlari bo'lgan fuqarolar. Masalan, Halin oltin taksi yoshli ota yoshga doir pensiya oladi. Uning pensiyasi 1.200.000 so'm bo'lishi mumkin. Agar yangi tartibda uning toifasi bo'yicha 120.000 so'm yoki 200.000 so'm qo'shimcha to'lov belgilangan bo'lsa, u holda avgust oyidan boshlab uning umumiy oladigan puli 1.320.000 yoki 1.400.000 so'm bo'lishi mumkin. Lekin bu faqat misol. Aniq miqdor har bir hujjatdagi asosga, pensiya turiga va rasmiy qarordagi normalarga bog'liq. Yana bir misol. 72 yoshli ona yolg'iz yashaydi, farzandlari boshqa viloyatda yoki chet elda. U pensiyasini bank kartasi orqali oladi. Agar u yolg'iz pension sifatida ro'yxatda bo'lsa, qo'shimcha ijtimoiy yordam yoki ustama avtomatik tushishi mumkin. Ammo mahalla yoki ijtimoiy xizmatlar bazasida u yolg'iz yashovchi sifatida ko'rsatilmagan bo'lsa, tizim uni ko'rmasligi mumkin. Mana shu joyda muammo chiqadi. Odam haqli. Lekin ma'lumot bazada yo'q. Shunda ariza berish kerak bo'ladi. 3-misol. 2 guruh nogironligi bo'lgan pensioner bor. U ilgari ishlagan, keyin sog'lig'i sababli pensiyaga chiqqan, nogironlik muddati uzaytirilgan. Lekin tibbiy ma'lumot bazasida eski xulosa turibdi yoki komissiya qarori elektron tizimga to'liq tushmagan. Bunday holatda qo'shimcha to'lov kechikishi mumkin. Pensioner nega menga tushmadi deb bankka boradi. Bank esa bizga kelgan pulni beramiz deydi. To'g'ri, bank qaror qabul qilmaydi. Bunday vaziyatda pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki ijtimoiy himoya organiga murojaat qilish kerak. Men tomoshabinlarga ochiq aytaman. Qo'shimcha to'lov masalasida eng ko'p xavotir olish kerak bo'lganlar bu hujjatlarida nomuvofiqlik bor pensionerlardir. Masalan, pasport almashtirilgan, lekin pensiya hujjatlarida eski ma'lumot qolgan. Familiya o'zgargan, lekin tizimda yangilanmagan. Yashash manzili boshqa, ro'yxatdagi manzil boshqa.
Bank kartasi muddati tugagan. Telefon raqami pensioner nomida emas yoki umuman biriktirilmagan. Mana shu kichik ko'ringan masalalar pulning kechikishiga sabab bo'ladi. Yana bir xavfli holat, pensioner pensiyani naqd oladi, lekin pochta yoki yetkazib beruvchi xodim kelganda uyda bo'lmaydi. Keyin menga qo'shimcha pul berilmadi deb o'ylaydi. Aslida pul hisoblangan bo'lishi mumkin, faqat yetkazish jarayonida kechikish bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun har doim kvitansiyani, to'lov varaqasini, bank SMS xabarini tekshirish kerak. Kimlar unchalik xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyani muntazam olsangiz, pasportingiz yangilangan, bank kartangiz ishlayapti, nogironlik yoki boshqa maqomingiz tizimda to'g'ri turibdi. Mahalla va pensiya bo'limidagi ma'lumotlar mos bo'lsa, katta ehtimol bilan qo'shimcha to'lov avtomatik hisoblanadi. Lekin birinchi oyda, ya'ni avgust to'lovi kelganda summani diqqat bilan tekshirish zarur. Chunki amaliyotda eng ko'p xatolar aynan birinchi oyda aniqlanadi. Tasavvur qiling, Xorazmda yashaydigan 75 yoshli otaxon 1 million 7 ming so'm pensiya oladi. U yolg'iz yashaydi. Lekin rasmiy ro'yxatda hali ham o'g'li bilan bir manzilda ko'rsatilgan. O'g'li aslida Toshkentda ishlaydi. Agar qo'shimcha to'lov yolg'iz yashovchi keksalarga beriladigan bo'lsa, otaxonning haqqi bor. Lekin ma'lumot noto'g'ri bo'lgani uchun pul avtomatik tushmasligi mumkin. Bunda nima qilish kerak? Mahallaga borib yashash holatini tasdiqlatadi. Zarur bo'lsa dalolatnoma tuziladi. Keyin pensiya jamg'armasi yoki ijtimoiy xizmatlar bo'limiga ariza beriladi. Yana bir vaziyat. Andijonda yashovchi onaxonning pensiyasi 900 ming so'm. U boquvchisini yo'qotganlik bo'yicha qo'shimcha to'lovga haqli bo'lishi mumkin. Chunki turmush o'rtog'i vafot etgan ayrim hujjatlar bor. Lekin nikoh guvohnomasi eski. Vafot etganlik haqidagi guvohnoma yo'qolgan u. Hujjat yo'q, demak bo'lmaydi deb o'ylaydi. Aslida fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organidan, ya'ni FHD-yo bo'limidan dublikat olish mumkin. Shundan keyin masala qayta ko'rib chiqiladi. Yana bir misol, Samarqanddagi 6 yoshli erkak pensiya oladi. Lekin u ilgari zararli mehnat sharoitida ishlagan. Agar qonunchilikda uning kasbi bo'yicha ustama yoki alohida hisoblash asoslari bo'lsa, u mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi yoki ish stajini tasdiqlovchi hujjatlar orqali pensiyasini qayta hisoblatishi mumkin. Ko'pchilik men allaqachon pensiya chiqqanman, endi hech narsa o'zgarmaydi deb xato qiladi. Yo'q. Agar yangi hujjat topilsa yoki avval hisobga olinmagan davr aniqlansa, pensiya qayta hisoblanishi mumkin. 4-holat. Bank kartasiga pensiya tushadigan pensionerning kartasi muddati iyul oyida tugagan. Avgustda qo'shimcha to'lov bo'lsa ham pul qaytib ketishi yoki vaqtincha ushlanib qolishi mumkin. Bu yerda muammo pensiya huquqida emas, to'lov kanalida. Shuning uchun karta muddati, bank rekvizitlari va SMS xabarlarini nazorat qilish juda muhim. Eng ko'p beriladigan savol shu: men ariza yozmasam ham pul tushadimi? Men bunga ehtiyotkorlik bilan javob beraman. Agar sizning toifangiz davlat organlari bazasida aniq ko'rinib turgan bo'lsa, ko'p hollarda to'lov avtomatik tayinlanishi mumkin. Masalan, yoshga doir pensiya olayotganingiz, nogironlik guruhi, pensiya turi, bank rekvizitlari tizimda bor. Lekin qo'shimcha to'lov ma'lum shartga bog'liq bo'lsa, masalan, yolg'izlik holati, parvarishga muhtojlik, qo'shimcha ish staji, alohida xizmat, zararli ish sharoiti yoki oila tarkibi bilan bog'liq bo'lsa, unda hujjat talab qilinishi mumkin. Shu sababli men hamma pensionerlarga bitta maslahat beraman. Avgust oyidagi pensiya summasini oldingi oy bilan solishtiring. Iyulda qancha oldingiz, avgustda qancha tushdi? Agar farq bor bo'lsa, bu nimaning hisobidan ekanini biling. Agar farq bo'lmasa, lekin siz qo'shimcha to'lovga haqli deb o'ylasangiz, jim turmang. Avval mahalla mas'uliga, keyin pensiya jamg'armasining tuman bo'limiga murojaat qiling. Murojaatni og'zaki qilib qo'yib ketmang. Iloji bo'lsa yozma ariza bering yoki elektron murojaat qoldiring. Endi eng muhim, ko'pchilik e'tibor bermaydigan nuanslarga o'tamiz. Birinchi nuans. Qo'shimcha to'lov hamma pensiya oluvchilarga bir xil kunda tushmasligi mumkin. Kimdir oyning boshida oladi, kimdir o'rtasida, kimdir pochta orqali keyinroq oladi. Bu kechikish har doim ham rad etildi degani emas. Pensiya va qo'shimcha to'lov alohida satrda ko'rinishi mumkin yoki umumiy summa ichida berilishi mumkin. Bank SMS xabarida faqat umumiy tushum ko'rinadi. Shuning uchun aniq bilmoqchi bo'lsangiz, pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini so'rashingiz mumkin. 3-nuans, agar pensioner chet elda bo'lsa yoki uzoq muddat yashash joyida bo'lmasa, to'lov tartibi boshqacha bo'lishi mumkin. Ayrim holatlarda tiriklikni tasdiqlash.
vakil orqali olish yoki bank orqali davom ettirish bilan bog'liq talablar bo'ladi. Chet eldagi farzandlar ota-onasining pensiyasi tushmayapti deb xavotir olsa, birinchi navbatda vakolatnoma, bank kartasi va pensiya bo'limidagi ma'lumotlarni tekshirtirsin. 4-nuans, qarzdorlik yoki ijro hujjatlari mavjud bo'lsa, pensiyadan ma'lum ushlanmalar bo'lishi mumkin. Masalan, aliment, kredit, jarima yoki sud qarori asosida ushlab qolish, qo'shimcha to'lov tushgan bo'lsa ham umumiy summa kutilgandan kam bo'lishi mumkin. Bunday holatda bankni ayblashdan oldin majburiy ijro byurosi yoki tegishli organ orqali ushlanma sababini aniqlash kerak. 5-nuans, vafot etgan pensioner nomiga to'lov tushishi yoki yaqinlari uni olishga urinishlari qonuniy muammoga olib kelishi mumkin. Agar pensioner vafot etgan bo'lsa, belgilangan tartibda dafn puli, olinmay qolgan pensiya yoki meros bilan bog'liq tartiblar bor. Lekin karta qo'limda, pulni yechib olaman degan yondashuv keyinchalik qaytarish majburiyatini yoki boshqa huquqiy muammoni keltirib chiqaradi. 6-nuans, qo'shimcha to'lovga haqli bo'lish uchun ba'zan kam ta'minlangan maqomi yoki ijtimoiy reyestrdagi holat muhim bo'lishi mumkin. Agar oila tarkibi noto'g'ri ko'rsatilgan bo'lsa, daromadlar bazada noto'g'ri chiqsa, yordam rad qilinishi mumkin. Shunda hujjatlarni tuzatish, daromad bo'yicha izoh berish va qayta murojaat qilish kerak. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, iyul va avgust pensiya summasini taqqoslang bank SMS xabarini, mobil ilovani, bankomat chekini yoki pochta kvitansiyasini ko'ring. Qancha far borligini yozib oling. Ikkinchi qadam, pasport yoki ID kartangiz, pensiya guvohnomangiz, bank kartangiz, telefon raqamingiz va yashash manzilingiz ma'lumotlari bir-biriga mosligini tekshiring. Agar pasport yangi bo'lsa, lekin pensiya bo'limida eski pasport ma'lumoti turgan bo'lsa, albatta yangilating. 3-qadam. Agar siz nogironlik bo'yicha pensiya yoki ustamaga haqli bo'lsangiz, tibbiy mehnat ekspert komissiyasi xulosasi, nogironlik guruhi muddati va elektron bazadagi holatini tekshirtiring. Muddati tugagan xulosa bilan qo'shimcha to'lov to'xtab qolishi mumkin. 4-qadam. Agar yolg'iz yashasangiz, mahalladan holatingizni tasdiqlovchi ma'lumot oling. Bunda men yolg'iz yashayman deb aytishning o'zi yetarli bo'lmasligi mumkin. Mahalla dalolatnomasi, uy daftaridagi yoki ro'yxatdagi ma'lumotlar, oila tarkibi haqidagi ma'lumot kerak bo'ladi. 5-qadam. Agar mehnat stajingiz to'liq hisoblanmagan deb o'ylasangiz, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomasi, ish joyidan buyruqlar nusxasi, oylik maosh bo'yicha ma'lumotlar, harbiy xizmat yoki bolani parvarishlash davrlarini tasdiqlovchi hujjatlarni to'plang. Ba'zan birgina arxiv hujjati pensiya miqdoriga sezilarli ta'sir qiladi. 6-qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. Arizada oddiy qilib yozing. Men 7 avgustdan belgilangan qo'shimcha to'lov yoki pensiya qayta hisob kitobi bo'yicha huquqimni tekshirib berishingizni so'rayman. Pensiya turim, ijtimoiy holatim va ilova qilingan hujjatlar asosida yozma javob berishingizni so'rayman. Arizaga pasport nusxasi, pensiya guvohnomasi, bank rekviziti va tegishli qo'shimcha hujjatlarni ilova qiling. 7-qadam. Arizangizni qabul qilinganini tasdiqlovchi raqam yoki muhrni oling. Bu juda muhim. Chunki keyin men borgandim, aytgandim deyish qiyin bo'ladi. Yozma iz qolsa, sizning murojaatingiz ko'rib chiqilishi shart. 8-qadam. Agar javobdan norozi bo'lsangiz, yuqori turuvchi organlarga murojaat qiling. Elektron murojaat portallari, ishonch telefonlari, ijtimoiy himoya bo'limlari orqali masalani qayta ko'rib chiqishni so'rashingiz mumkin. Kerak bo'lsa, bepul yuridik maslahat markazlaridan yordam oling. Bu mavzuda yana bir ogohlantirishim bor. Pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar haqida xabar chiqqanda firibgarlar ham faollashadi. Ular telefon qilib sizga qo'shimcha pul tushadi. Karta raqamingizni ayting, SMS kodini ayting, oldindan xizmat haqi yuboring deyishi mumkin. Hech qachon SMS kodini, karta parolini, bank ilovasiga kirish ma'lumotini hech kimga bermang. Davlat idorasi sizdan telefon orqali SMS kod so'ramaydi. Qo'shimcha to'lov olish uchun oldindan pul to'lang degan gap ham shubhali. Rasmiy to'lovlar faqat qonuniy tartibda tayinlanadi. Agar kimdir men pensiya bo'limida ishlayman, 300 ming so'm bersangiz qo'shimcha to'lov chiqarib beraman desa, ishonmang. Haqingiz bo'lsa hujjat bilan olasiz. Haqingiz bo'lmasa pul berib ham qonuniy qilib bo'lmaydi. Eng to'g'ri yo'l rasmiy ariza, rasmiy javob va hujjatlarni tartibga keltirishdir. Men bu videoni ko'rayotgan farzandlarga ham aytmoqchiman. Ota-onangizga bu masalada yordam bering. Ko'p keksalar idoraga borishga qiynaladi, hujjatlarni tushunmaydi.
telefon SMS'ini o'qiy olmaydi, bank kartasi muddatiga e'tibor bermaydi. Siz bir kun vaqt ajratib, ota-onangizning pensiya summasini tekshirib bersangiz, hujjatlarni tartibga keltirsangiz, balki ular har oy qo'shimcha pul olish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu pul dori-darmon, kommunal to'lov, oziq-ovqat yoki boshqa zarur ehtiyojlarga juda oz qotadi. Masalan, 1-2 ming so'm kimlargadir kichik tuyulishi mumkin. Lekin pensioner uchun bu bir oylik qon bosimi dorisi 2-3 kunlik oziq-ovqat, elektr yoki gaz to'lovining bir qismi bo'lishi mumkin. 200 ming yoki 300 ming so'm esa yanada katta yordam. Shuning uchun baribir arzimas pul deb befarq bo'lmang. Demak, 1 avgustdan pensionerlarga qo'shimcha to'lovlar masalasida eng muhim qoida shuki, kimga tegishi, qancha tegishi va avtomatik yoki arza asosida berilishi pensionerning to'yfasi, hujjatlari va bazadagi ma'lumotlariga bog'liq. Siz avgust to'lovini albatta tekshiring, iyul bilan solishtiring. Agar haqli bo'lsangiz u pul tushmagan bo'lsa, rasmiy murojaat qiling. Men tavsiya qiladigan eng to'g'ri yo'l pasport, pensiya guvohnomasi, bank ma'lumotlari, nogironlik yoki ijtimoiy holat bo'yicha hujjatlarni tayyorlab, pensiya jamg'armasi bo'limidan yozma tushuntirish olish. Shunda mish-mish, taxmin va qo'shnilarning gapiga emas, aniq hujjatga tayanasiz. Agar siz yoki yaqinlaringizga avgustdan qo'shimcha to'lov tushgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz, qancha qo'shimcha tushdi, avtomatik bo'ldimi yoki murojaat qildingizmi? Bu boshqa pensionerlarga ham foydali bo'ladi. Videoni foydali deb bilgan bo'lsangiz, like bosib qo'ying, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men esa sizlar uchun pensiya, nafaqa, imtiyozlar va ijtimoiy to'lovlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni sodda va tushunarli qilib yetkazishda davom etaman.